Assalomu alaykum obunachilar. Yana navbatdagi zakaz prinsipimiz tayyor bo'ldi. Buyingi sanangiz 2025-yil 26 dekabr kuni bu prinsipimizni topshiryapmiz. Bu prinsipning razmeri keladigan bo'lsa 1.62-2.60 bo'ldi. Borting balandligi 50 sm, reshotkasi 70, qo'ldan 1.10 bo'ldi. Taglar 3.5 sm-lik qalin qo'llardan. 4 tarafi ham shivillar bo'ldi. Mol tashuvchi bir mosli. Bu prinsipimizda Qoraqalpog'iston Respublikasida deysiz. 4 kilo berdik. Prinsip ma'qul bo'ldimi, brat? O'zingiz kelib zakaz berib ketdingiz, shu aytgan nengiz o'tmas zakazimiz? Bundan ham ziyadadim zo'r bo'libdi. Esa tabriklayman, yaxshi kuningizni ishlating. Necha so'm oldingiz? 11 million. 11 million berdik burada. Parkoplari bilan. Parkopi, elektromontaj hammasi ichida 500 ming so'm bonus aytib berdik. Qama sharoitlar bilan qilib berdik. Xudo xolasa, kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz. Murojaat qilaverasizlar. Mana taglari pol bo'ldi, mol tashuvchi, mol oldik. Mol tumshuqlar chiqadigan ham bor. Mana 15 lik Lacetti yangi balonlar, traktor prinsip risollarini, Brotoro 76 lik. Mana qama sharoitlar bilan Nexalarni parkopi hammasini chiroyli qilib ustanobga qilib beradi. Yebedina kuzov nomeri, bilkasi, mana mol oldi tumshuq chiqib turadigan, borda 50 sm bo'ldi, mokir asfaltda. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor, tayyor prinsiplarimiz ham bor, zakaz bilan ham ishlab beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.